Debasa tabaramızın bu bölümünde Said Navitcan'dan Hayş Ecad ihtiyaç arkalı gelip diyarlan şaarlarını takdim ettiler. Ona tiling. O'zbegim milliy g'ururinga asos ona tiling. O'zbegim milliy g'ururinga asos ona tiling. Xalqaro faxru sururinga asos ona tiling. So'zlasang ona tilingda ruhu jon rohat topar. So'zlasang ona tilingda ruhu jon rohat topar. Ya'ni osoyish huzuringa asos ona tiling. Ko'zlaring chaqnar birovdan tinglasang o'zbekcha so'z. Ko'zlaring chaqnar birovdan tinglasang o'zbekcha so'z. Ni uchun kim ko'zda nuringa asos ona tiling. O'z tiling birla har ishni olg'a surmoqni go'zal. O'z tilingda birla har ishni olg'a surmoqni go'zal. Har yumush barcha umuringa asos ona tiling. O'z tilingda so'zlasang har qancha ko'ngling zavq olar. O'z tilingda so'zlasang har qancha ko'ngling zavq olar. Chunki shaxsiy shavqu shuuringa asos ona tiling. O'z tilingda qilgali farhang va tarixing murul. O'z tilingda qilgali farhang va tarixing murul. Ayla jahat ushbu mururinga asos ona tiling. Har ulusni borlig'i isbotidir uning tili. Balki tarixi zuhuringa asos ona tiling. Boyitib ijod ayla ona tiling asra labib. Boyitib ijod ayla ona tiling asra labib. Kim tafakkur ham shuuringa asos ona tiling. Tinglaganingiz uchun katta rahmat.